solab qo'yganda bu chashqan buning ichidan qo'sig'i chiqib yugurib yurib oyoqqa minib oxir qo'li miyak tekitdi. Teketgandan keyin miyada yemek taraq qilib yemek tushdi. Tushgandan keyin bu yapib yana shuning ichida o'ynab yurdi. Oxiri yana tekkatsa shu bir ikki qitim qo'l tekkatgandan keyin qanday qildim u? Ugunib oldim. Unda bo'lsa da qo'sig'asi hech qanday yegi bo'lmaydi. Keplim shuni pasli besibla ma yemek pishirib yedi. Bular mashg'ulot xarakterlik shartlik refleks. Her ikisi keyin shakllangan. Endi ma hayvonotlarga nisbatan shartlik refleksning shakllanishi qanday desangiz, hayvonlar tug'ilib qancha vaqtda mang'alaydi? Bir damda tipirlab menib ketadi shunaqa. Odamlar 1 yilda mang'imiz. Masalan, tuvan darajalik hayvonlar qarasangiz, o'mchiklar tug'ilib tur to'qishni bildi. Ular hech nima o'rganmaydi, leksiya anglamaydi. Shunaqa. Bir umr tur to'qib o'tib ketadi. Endi qo'y, kala degan sutamgich hayvonlar birdamda menib ketadi. Lekin odamlar shunday har xil shartlik reflekslarni eng ko'p shakllantiramiz. Bizning hozir bildigan narsamiz, tug'ilganda bildigan narsani zo'r persentini 99.9% egallaydi. Shuningdek biz ko'p narsa o'rganganligimiz uchun tuvan darajalik hayvon bo'lgan o'mchikni qanday qilib talaymiz? Dastlabda suytalaymiz. Qo'y kallarni yegimiz kelsa, so'yib yeyalaymiz. İnsanlarning ichida qancha ko'p bilim olgan, qancha ko'p amaliy qobiliyatli turmushga moslashanlik odamlar qanday qildi? Moslashanlik odamlarni buyruq deb ishlatalaydi. Nima qilmangiz qila oladi. Shunaqa. Shuningdek insonlarning shartlik refleksini shakllantirish jarayoni hammasi muhitga moslashish jarayoni. Unda bo'lsam buning biz baydigan maqtash bilan munosabati bor. Masalan, oz maqtasanglar maqtaysizlar shunaqa. Sizlarning maqtashinglar turmushda rol o'ynab boqqanmi? Maqtash orqali nima qilmoqchi? Masalan, mushlarning har bir qilgan ishlariga, masalan, bolalardan ma'lum bir ish ifodalansa, darhol shuningga yoki yemek berib yoki maqtash so'z orqali uni kuchaysak, shu xil qilmish qanday bo'ldi? Shakllanadi. Masalan, bolalar 1 yosh 2 oylik bo'lgan chaqda men deyishni boshlaydi. Qo'ldagi narsalarni mening deyishga boshlaydi. Shunaqmi? Shunaq vaqtda siz qo'liga bir kampitni berib, 5-10 tal hadangi ba, apang'i ba, momang'i ba deb berdingiz. U bola berishni xohlamasimiz zo'rlab bergan chaqda hammasi "Voy, rahmat bolam" deb quchoqlab suyib qo'ydi. Bu uning nisbatan qanday? Bir xil maqtash, kuchaytirish. Anondan keyin bu boshqalarga yordam qilsa, bunda xo'shallik narsaga erishirga deganni qanday qildi? Ugunib oldi. Anondan keyin tazim shu halqiliq paytida shaxsiyatchilikni qanday qildi? Asta-asta yo'qotdi. Anondan keyin narsa ko'rsa boshqalar beradigan bolalar bor. Naq mushna vaqtda atallar, "Bolam, men hech kimga bermay o'zing yajimi tiqib qo'yib ya, haqi bersang bo'lmaydi" deb o'rgatdingiz. Anondan keyin oxir kelgan chaqda bu tiqib qo'yib yeydigan narsani sizga bermaydigan bo'ladi. Shunaqa baldagi shaxsiyatchilikni kuchaytirib qo'yamiz. Shuningdek, men biz aytgan shu nurg'un narsalarning shakllanishi, biz ularning alqiliq paytini bilmay, "Voy, mushta bo'lib qoldi bu bola, bilmadim nima bo'lganini" deymiz. Masalan, uyingizga kirib, xatolik o'tkazib qo'ygan bola yag'anga qilib, "Voy, men ishni oldim, boshqa yoq bormadim, men paranglashib o'tirib kirdim" deb yag'anga qilsa, siz yana uning yag'anchiligini bilmay, "Ha, bu bolam" deb kirgizib o'tdi. Gapmidingiz. Yana bir qitim u rostga qildi. "Men bolalar bilan kino kirib qoldim" degan taqlaqishni urib o'tdingiz. Nima deb kirsa, yinib kelmaydi dedingiz. Shuning bilan bu bola qolsa nima deb o'ylaydi? Yag'anga qilsam o'tidi ekanman, rostga qilsam tutildi ekanman deb ma'ni kuchaytirib, biz ma'ni to'sab qo'ydik. Shuning bilan bolalarda muxil alaydilik shakllanadi. Shuningdek, bizningki ma nazariya orqali zodi qandaq vaqtida qandaq maqtash degan bir psixologiyada nazariyani o'tirib qo'yib berdi. Endi buning inchik taraflarini demak, sizlarga foydali bo'lsin uchun shu maqtash san'atini ozroq qistirib qo'yaylik. Masalan, siz nisbatan yaxshi deb hisoblagan, shakllantirmoqchi bo'lgan shunday harakatga yig'ib emas, vaqtida biz mustaq aktiv qaytma inkas beramiz. Ham bu qaytma inkas qanda vaqtida, o'rni bilan, isboti bilan bo'lish kerak. Masalan, siz 3 yoshgacha bolalarni "Voy, bek nochi bolam" desangiz yarashadi, shunaqmi? 4 yoshgacha nochi da'vasingiz, u gap oxir kelgan qanday bo'ldi? Rolni yo'qotdi. Endi unda bu boshqa biz chuqur qanday harakatni kuchaytmoqchi? Masalan, ma'ninki biz deyotgan qo'ng'iroqqa bo'lgan inkasni kuchaytmoqchi, shundaqmi? Unda bo'lganki biz maqtash jarayonida, masalan, cho'nglarning misolini olaylik. Yo'ldishimiz deylik, masalan, ayol nuqtadan misol olaylik. Kunda kechda kirdi, vaqtida uy kirmaydi, teshiklarlanib yurdi. Qaytib kirgan chaqda men uni nima deb kech kirdingiz, bundan deb so'zlayversam, atisi tixim ichidan kirgis kirmaydi. O'gin tixim kirgis kirmaydi, kecha uy kirmasligi mumkin. Endi agar bugun 1 soat boldir kirdi, ham
içmey çekmey yaxshi altı bilan kiribdi. Men yana bugun qaqsam bo'lmaydi. Qattiq o'zim tutilib o'ylanibdim deyman. Voy, bugun dejab vaqtida kiribsiz. Demak, buning bugun degan vaqti bor. Vaqtida kiribsiz. Men shunda xushal bo'ldim, xotirjam bo'lib ketdim deb qo'ydingiz. Endi mushiga bilib bilmayla, atisi bu erni qanday qilg'izitdi, avtomatik holda davomliq uyga tortishib turadigan qiladi. Demak, men maqtashdan biz baldir uyga kiradigan harakatini qanday qilyapmiz? Kuchaytiryapmiz. Anandaki aslında adetga aylangan vaqtida buni hal qilib bo'ladi. Lekin biz ayollar cho'qim qancha varanchuni qilib qo'qqazsak, vaqti dinib kiramdikin deb bayqagandek ma'ning ta'tirini tanqid qilib qo'yib, o'yini xolamaydigan harakatni shakllantirib qo'yamiz. Shunlashqa bularning hammasi bir xil san'at. Masalan, oildimi bolalarniki maqtayamsiz gapqimang. Tanqid hech qanday odamni o'zgartirmaydi. Agar bolalarda ig'ir gunoh bo'lgan chaqda, u vaqtida muvofiq tanqidlash usulini qo'llanamiz. Lekin maqtashda cho'qim maqtagan chaqda uning vaqti bor, o'rni bor, kuchaytiradigan harakati bor. Maqtash ilib qolsak, vaqtida biz maqtagan so'zning unumga erishgili bo'ladi. Shu xil qilmish, shu xil harakatni kuchaytirgili bo'ladi. Shunlashqa bolalarning o'sib yetilishida cho'qim shundaq shartlik refleksningki, klassik shartlik refleksiya desam, bizning shu mashg'ulot xarakterlik shartlik refleksining shakllanish qonuniyati bo'yicha turmushimizda bolalarga muvofiq kuchi u yemek bo'lsin bo'ldi, yaxshi so'z bo'lsin bo'ldi, bir quchoqlab qo'ygan harakat bo'lsin bo'ldi, illiq bir chiroyingiz bo'lsin bo'ldi. Mushundaq narsa orqali ularning ma'lum bir harakatini shakllantiramiz demakchi. Mana bir tajribaning shiltilishi. Endi psixologiya mushundaq uzun taraqqiyot tarixiga buni ham desal yuqori darajaga ko'tarib, ozroq tushuncha berib qo'yay. Asli falsafa bilan birlikda uzoq tarixiga bizning madaniyatimizda aslan Tatqubilikda Fazilat shahar aholisi degan kitoblarda nihoyat sistemalik psixologiya bilimlari sharhlangan. Bu texi psixologiyaning shakllanishidan burun psixologiya 1871-yili shu Wundt qurilmizm psixologiyasida uning nazariyalarini o'tirib qo'ygan. Lekin Farabi Fazilat shahar aholisi degan asrda uningdan burun nihoyat sistemalik psixologiya nuqtalarini bizga sharhlab bergan. Bizning milliy tibobatdami psixologiyaning nurg'un amaliy qonuniyatlari hatto psixikalik davolashning sistemalik o'zimizdan chiqqan nurg'un usullari bor. Dunyo taraqqiyotidami shu 1871-yil ayrim bir fan bo'lib shakllangandan keyin hozir Amerikada taraqqiyot eng kuchli. Jungodimi xil taraqqiyotlarga erishyapti, nurg'un tarafdorlar orqali. Masalan, Freudni anglagan bo'lishinglar mumkin, adabiyotchilarni ko'proq uchrashadi, bu ro'yi analizmchilar. Anandaki Maslow degan kishi bor, bu humanizmchi. Shundaq har bir nuqtadan odamning psixikasidagi inchik omillarni shu qonuniyatlashtirib, prinsiplashtirib, uni nazariya darajaga ko'tarib, sistemalik bir fanni paydo qilgan. Hozir psixologiyada 117 xil tarmoq fan bor. Odamning bor bo'lgan sohaning hammasida shundaq psixologiya fani bor. Endi qiziqsanglar, ayrim qanday soha bo'lsa, shuning materiallarini ko'rib, o'rgansanglar bo'ladi. Undaq bo'lsa, üçüncü noktamızga kelaylik. Baydadı dünya miqyosida odamlarning chiroy mimikasining kayfiyat ifodasida o'xshashlik bor ekan dedik, shundaqmi? Unda bo'lsa butun dunyo miqyosidagi hamma bolalarning ota-onasini yaxshi ko'rishi o'xshamdi. Nari o'xshamaydi? Ifodalanish shakli. Yaxshi. O'xshamaydigan ifodalanish shakllari bo'ladi. Anandagi odamlarning xotirsida madaniyat farqi bo'lamdi. Xotir qoldirish deymiz shundaqmi? Unda o'xshamagan madaniyatga odamlarning qoldirgan xotirsida farq bo'lamdi. Tafakkur o'xshamdi. Demak, bu o'xshamagan doirada, masalan, avval bir madaniyatni biz psixologiya nuqtasidan tushuntirsak, hozir men sizlarga diksiya so'zlayapman shundaqmi? Masalan, sizlarni chiqarib o'tib, endi men so'zlayman, boshqa bir to'p o'quvchilarni sinfga kirsam, hozirgi sinfning madaniyat muhiti bilan yana bir to'p o'quvchilarni akirgan madaniyat muhiti o'xshamdi, farqlanamdi sizlarcha. Nimishga o'xshamaydi? Ma kitobxonning hamma yeri bor, men bor, so'zlayotgan gap bor, nimishga o'xshamaydi? Har bir odamdan chiqayotgan madaniyat turg'um o'xshamaydi. Shunlashqa u madaniyat degan faqat muhit emas, yoki bir narsa emas. Sizning xarakteringizdan, sizning ro'y dunyongizdan chiqayotgan narsalar har bir o'xshamagan to'pning ichidagi o'xshash bo'lmagan madaniyat psixologiyasini shakllantiradi. Shunlashqa bizning turayotgan tabiiy muhitimiz, yemak, kiyim-kechak, hozirgi bizning holatlarimizning hammasining shakllanishini tadqiq qilganda cho'qim biz bilan munosabatli bo'lgan musul madaniyat psixologiyasini qo'shib o'ylanamiz. Nima uchun mushtaq bo'ladi degan narsani. Masalan, bizning cho'nglar deydi, o'zingning yurtidan og'in, boshqa yurtdagilar bilan chiqishamaysan deb. Bu nimishqa yurtvozlik qilsizlar deb qopib ketamiz biz. Lekin nimishqa
ular shunday gapni hozirgacha o'tirib qo'yatdi desangiz, bizning mahalla, bizning yurtdagi masalalarga bo'lgan turmush qarashi yana bir yurt, yana bir mahalla bilan qanday qotidi? Farqlanyapti. Shuningdek siz bir uyga kirib, o'xshamagan tafakkurni bir-biriga taqashtirib, moslashib bo'lguncha ziddiyat to'qinish ko'p bo'lib, nikohning g'albilik bo'lishiga belgilik ta'sir ko'rsatadi. Biz uni mahallada bo'lmaydi yoki yurt ayrimisi bo'lmaydi deb o'ylamay, mushundaq farq bor. O'xshamagan muhitda cho'ng bo'lgan odamda mushundaq masalik bo'lgan qarash, nurg'un narsa farq bor. Uni qanday qilib birga akirman degan nuqtadan o'ylasa, yana qanchalik yiroq orliqdan birga kelsingizmi, o'zaro qanday qila olamiz, moslasha olamiz. Shu hamda nurg'un nuqtada. Masalan, biz hozir qo'shni ma'rifi deb ma'rif ilib beryapmiz. Uningdagi oila ma'rifi deb ma'rif ilib beryapmiz. Mahalladami aholi ma'rif ilib beryapmiz. Mushundaq vaqtda zodi o'zimiz mushu ma'rifni qanday o'zimizning ichidan nuqtasidan chiqib o'tirib taraqqiy qildiramdik yoki boshqalarnikini ko'chirib akab ishlatamdik degan vaqtda hozir madaniyat psixologiyasi bizga nihoyat yaxshi javob beryapti. Cho'qim buning ichidagi mazmunlarni odamning alohidligi asosan tadqiq qilishda. Haqiqatan burun psixologiyada shu Wundt psixologiya degan nazariyani o'tirib qo'yganda shaxs psixologiyasi bilan millat psixologiyasida 1871-yilda ikki nuqtadan o'tirib qo'ygan. Lekin keyin odamlar buni sal qarab, faqat shaxs psixologiyasini kuzatib izlayotgan madaniyat psixologiyasiga sal qarab kelgan. Yaqinqi 20-30 yilning yoqi buning nisbatan ko'z qarash, nurg'un jihatlarda nihoyat zo'r bosish, o'zgarishlar bor. Endi mushuningdagi tadqiqotlarni sizlarga ozroq qilib tushuncha berib qo'yayim. Masalan, ma'ning qarang. Boy dedim, dunyodagi hamma odamlarning ota-onasi bo'lgan mehr-muhabbat o'xshamdi deb. Ma'u xotira, o'zlik xotirasi bizning yozuvchilarimiz o'zlik to'g'risida kitoblarni yozdi. Psixologiyadami, masalan, siz deb o'zingizning bir siz sirt qalayligi, anadagi sub'ektiv, anadagi badan sog'lomligingiz, sirt bilan bo'lgan munosabatingiz, buni qilib beyanda boshqalar bilan bo'lgan aloqa o'tirsidagi mushundaq nuqtada psixologiya o'zlikni nihoyatda keng doirada tadqiq qiladi. Endi mushu tajribada, bu tajribaning jarayonini demayman, mushu o'zingiz bilan munosabatlik nurg'un narsalarni xotir qoldirgan chaqda qarang. Yevropaliklar bilan Jungoliklarning, buning ichida biz yo'q-a, Jungodagi Xansu millatining tadqiqot natijasi mundaq chiqqan qarang. Qurilma orqali degan chaqda. Yevropaliklarning o'zlik hukmi mengining birli tarafida ekan. Mengining birli tarafida. Bu o'z degan narsa qarang, o'tirdi yo'g'on, jumloq bo'lib turibdi-da. Mao apsi, dadisi, do'stlarimiz bulardan qanday ayrilgan. Shuningdek bularni 18 yosh kirgandan keyin mustaqil yasha deb chiqirvasin bolalarni bek sig'inib, puchilib ketmaydi. Yashinib qolgan ota-onalar bolalar yo'qlab kelmasimi, qopib ketmaydi. Ularning madaniyati, ularning qalasidagi xotirini mushundaq singdirib etgan. Cho'nglar mustaqil bo'lishni asos o'rin qo'ydi. O'rin bo'shib ketsangiz xapalaydi, bek kuyinib ketsangiz xapalaydi. Buni mustaqil tip deb atagan. Mana bularning xotirisidagi narsalarni tip chiqib tadqiq qilish orqali mushunda bir natijaga erishgan. Endi Jungoliklarning qanday desangiz, o'zlik hukmi bilan xotirsida dadisi qanda bir yerda. Bir yerda shuningdek bolalarimiz kichik vaqtlar yanchuqlarimizdan pul elishlik sabab mening pulim sening puling bo'lg'achqa jiq ayildi. Jungoda jiq ayildi bolalar sirtdan o'g'irlik qilmaydi, lekin ota-onalarning yanchuqdan pul oladigan nisbat yuqoriroq bo'ladi. Andan keyin cho'ng bo'lgan chaqdami ular bolalar 3 yillik puchilib ketadi. Yashangan chaqda cho'qim bolalar qaray, ular hammasi men bilan ota-onam qanda bir yerda deb o'ylaydi. Şu an bu meseleler bo'lgan biz chetlarda bolalarni yog'ib tashlab qo'yib, ajab yo'qlamaydi ekan, chiqirib yetdik ya otalarni yo'qlamaydi ekan deb hayron qolganimiz bilan ular undaq o'ylamaydi. Chunki mushundaq madaniyat muhiti ularga ashundaq bir o'xshamagan xotir nuqtasini singdirib etgan. Bu madaniyat bilan o'zlik o'tirsidagi bir tadqiqot. Shuningdek odamlar bilan odamlarning nurg'un tafakkurlari, xotirlar o'tirsida farq bo'ladi. Masalan, bundaq bir tadqiqot elib borgan rasm cho'ngaysam sal susaraq chiqib qoldi. Jungoliklar bilan Yevropaliklarni rasmni ko'rsatgandan keyin konkretni vaqtni unutib qolibman. 5 minutmi 10 minutdan keyin rasmni o'chirib etib, boyqi rasmda nimani ko'rdinglar degan vaqtda qanday xotirlar qolgan narsani xotirib tap beringlar desam, Yevropaliklarning xotirasida qolgan narsa manondek cho'ng-cho'ng shundaq go'zal dengiz bir butunlik bo'yicha xotir qoldirgan. Buning ichida bir qancha beliqlar shundaq arkanozada xo'shal aylanib yurdi deganni xotir qoldirgan. Jungoliklar inchki nuqtadan
Bunun içinde su köpüge, hatta su köpügenin qançıtanlığını mı depegen adamlar bakanda, muşnun içinde muştaq su köpüge muşundaq çıkıp muştaq turgan, çoğun nokta yokmuş, inçiki noktasıga dikkat kılıp hatır kaldırgan. Demek mağu millet psikikistiki tarixini düşündürüp berdi. Belki biz mu çoğurak noktadan bahalap koyuşumuz mümkün. Şonlaşqa bazıda biz bir meseleге boğan noktada azırak tokunuş çıkıp kılışıdaki sebep şu. Mağu hatırdaki tarix. Ma'nın qısla hüküm qıqınlar. Mesela ma 3 cisimni türge ayırıp yıqınlar degen. Sizler qandaq türge ayırıslar? İkidin ayırıslar, 3'nü bir yega ayırışkı bolmaydı. Ma bir at, kala, ma tabiat dünyası. İkidin grupqa ayırısınız, qandaq ayırısınız? Sizler ayırıp yıqınlar? Ne? Qarang, ma'u ikki at bilan qalini bir turga ayırsangiz, turlar bo'yicha ayirish. Bir tur bo'yicha ayirish, ma Yevropaliklarning ayirishga. Ma'u at bilan ma yaylaqni, qal bilan yaylaqni ayirish, Jungodagi munosabat bilan ayirish. Turga ayring desa, Jungoning turga ayirishida munosabatni asos qiladi. Har qanday bir narsada o tunishinglarmi, voy mundaq munosabat bilan hal qilman deb o'ylaydi. Endi mavi Avrupalıklarning turi bo'yicha, bir tur bo'yicha ayirishga. Ashta qilib bularningki turga ayirishida ashta bir o'rtaq madaniyat farqi bo'ladi ekanda. Ma rasm qaranglar. Bir qarab nimani ko'rdinglar? Yaxshi ba'zilar bir qizchaqni ko'rdim. Ya ba'zilar burutliq bobayni ko'rdinglar. Burutliq bobayni ko'rganlar qizchaqqa aylantirib yiqinlar. Qizchaqni ko'rganlar burutliq bobayga aylantirib yiqinlar. Qanda aylantirish jarayoninglar sal ta'sirroq bo'ldimi? Birdan deb oldinglarmi? Madaniyatga qiliplashib qilishning ta'siri. O'zgartish ta'siri. Masalan, hozir aramizda bir xotellik qiz bo'lsa, "Ey siz joylaraqmi qandaq?" deb qalbimiz keldi shunaqo. Qiliplashib qolgan falaniyalik mundaq, masalan, dunyo miqyosida Yaponlik mundaq, Koreyalik mundaq, bizim Şinjanda xotellik mundaq, Urumchilik mundaq, Qashqarlik mundaq hammasi bo'ladi. Shu odamga baho bergan chaqda bizning tafakkurimizdagi qiliplashib qolgan to'yga orqali qandaq qilyapmiz? Baho beryapmiz. Endi uni o'zgartish uchun bir mezgil qanday qilish kerak? Shuni tushunish, tonish kerak. Tafakkuringizni ma bu voydan qizga o'zgartish qarang jarayoni, undaqla qarab topolmaymiz. Qani deb diqqat qilib qaragandan keyin qanday qila olamiz endi? Topolaymiz. Şunlaşqa bizning Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashmi o'zgarib qilishi mumkin. Shundaqmi? Jungoda ko'z qarash o'zgaraydi, lekin cho'qim ma'lum jarayondan o'zgaraydi. Shunga bularning hammasi psixologiya bilan madaniyat o'rtasidagi eng oddiy tajribalar. Shuning bilan 3-chi nuqta tugadi. 4-chi nuqta ong bilan ong holati degan gapga kelaylik. Ong bilan psixika deganning azroq farqi bor. Farqlantira oladiganlar bormi? Odamlarning ong holati bilan psixika holat degan farqlantira oladiganlar bormi? Ongni falsafa degan fandaga qaraq deydi, shundaqmi? Psixologiya deganni psixologiya fanda ko'proq deymiz. Endi bundaq gap, psixika hayvondan bor. Shundaqmi? Konkret jarayon. Masalan, sezgi, idrak, tafakkur deganlarning ichida, masalan, harakat tafakkur bor edi, hayvonlarda oddiy psixik jarayon bor. İnsanlarga kelgan chaqda oddiy psixik jarayon bo'lish bilan birga yuqori darajalik nima? Ong jarayoni bor. Bu ong degan, masalan, boshqarish degan gap-ku. Shundaqmi? Men hozir nimani o'ylayotganimni bilmayman. O'zimning o'ylayotganim to'g'risidagi o'ylash. Mening, masalan, kayfiyatimni men boshqara olmayman, hayvonlar boshqara olmaydi, shundaqmi? Demak, shuni o'ylasangiz, psixik jarayon bir konkret jarayon. Ong yuqori qatlam bo'lib hisoblanadi. Şuna bu ikki nuqtaning tadqiqotga o'xshamaydi, lekin o'xshamagan bilan yana biz psixologiyada odamning psixikasini tadqiq qilayotgan chaqda ong nuqtasidan turib tadqiq qilamiz. Buningda har xil ong to'g'riliq gaplar bor. Masalan, hozir butun diqqatingiz bilan dars anglayapsiz, shundaqmi? Mening darsim butun diqqatingiz bilan anglayotgansiz, bu markazlashtirilgan ong bo'ldi. Sizning ongingizning ichidagi markazlashtirilgan ong bo'ladi. Masalan, hozir uyingizdagi ishlarni o'ylab, "Bilim, tamoq etaman" deganni o'ylag'ash, darsimni anglagan bo'lsangiz, bu qisman diqqatga ong bo'ladi. Bu ong yana qandaq nachilarga bo'linib ayrildi. Shunaqmi? Demak, mushuni qarsangiz, biz tipik ko'ra oladigan ong degan narsa nima ekansiz diqqatga. Shunaqmi? Diqqat aralashgan psixik jarayonni biz ong desak xatolashmaymiz.
Onundan başqa yana inchki bo'lsak, diqqatning qanchalik bo'linishi, qanchalik taqsim qilinishiga asosan biz ongning turini yana nechtasiga ayira olamiz. Andan keyin ongni his qilish qilmaslik asosan yana necha turga ayiramiz. Siz his qila oladigan ong qatlamingiz bor. Shunaqa ba'zi narsalarni hozir bila olasiz, tushuna olasiz. His qilolmaydigan ong qatlamimiz bor. Masalan, qarang, Mao Freudning muzdaq nazariyasi. His qilolmaydigan ong qatlami degan nada desangiz, masalan, mening keyin savdoshlar ko'ralamdi, mana mushu qinig'aroq turgan Mao muzdaq dengizning ichidagi muzdaq dedik, mushuning tövündeki mushundaq yuqori qism hammasi yoshurun ong deb ataladi. Ma appak töpegi chiqib turgan kichik qismi ong. Sizning hozir o'zingizni tushunib, o'zingizni bilib his qilayotgan qismingiz mushular. Mushu kichikli qismi. Mao araliqdagisi o'tkinchi davr oldin qandaymiz. Mao siz his qila oladigan narsa mishadan cho'kib, o'tib odamning yoshurun ongi chiqadi. Endi bizning qilmishimizga bir kun sizni mishakab dars anglatayotgan, mushu kiyimni og'izayotgan, shu gapni degizayotgan, talab qo'ygan qiz yigitlaringizga ma'qul degizayotgan narsa ongmi yoki oldingi ongmi, yoshurun ongmi sizcha? Yoshurun ong. Odamni qaror qilg'izayotgan narsa yoshurun ong. O'zingizni diqqat qilib ong bilan o'zingizni boshqarib qilman degan vaqtingiz intayin oz. Lekin sizniki nemish qilishda qaror qildim, ota-onam unamay tursin, men qochib ketdim, menga ajab manda qildim, nemish qilma kiyimni oldim degan vaqtingizni taklif qilib baqsangiz, odamni qaror qilg'izayotgan narsa odamning yoshurun ongi. Shunga Freudning dunyoda 3 cho'ng kashfiyotning ichidagi bir turi kirdi. Darwinning taraqqiyot nazariyasi, elqi kimning Kolumboning nemeni quruqligini tepishi dedik-ku. Üçüncüsü Freudning yoshurun ong nazariyasi. Buni odamlar his qilgan faqat ong qatlaminilar o'zi his qilib, shundaq narsa deb shuningga diqqat qilib kelayotgan chaqda Freud zo'r to'kib qo'shib odamlarning yoshurun ongini o'ttirib qo'ydi. Lekin yoshurun ongni qarang, siz bilmaysiz, lekin xotiringizda bor shundaq nurg'un narsalar. Endi buni biz konkretni tushundirsak, masalan, tushingizni ifodalandi. Tushingizda siz men faqat o'ylamagandim, bir qizni, bir o'g'ilni ko'ribman deysiz. Siz o'ylamadingiz, yoshurun ongingizda o'ylab qoldi. Şuna tushingizga kirib qoldi. Tushingizdagi nurg'un kayfiyat tuyg'usi, nurg'un mazmunlarni tahlil qilib baqsangiz bo'ldi. Shunga har bir millatningki tush ta'biri bor. Freudning maxsus tush ta'biri degan asari bo'ladi. Uningdagi xatoga qolsiz. Masalan, qarang, men kirib nima qizim, men burun dars bergan, Aygul degan o'quvchim o'xshaydi deb qallamda o'tkazibdim-a. Bu qiz men ismini deb berdi, ma'lum mening ismim Munira deb net chiqib yotilib o'tdi. Men dars so'rayman deb yana bu qizni Munira demay, Aygul turgan deb qoldigan vaqtim bo'ladi. Mushu naq mening yoshurnamda qallamda iliq o'tib ketgan narsa qanday qotdi meni? İsmini atagan vaqtimda ta'sir ko'rsatdi. Mushunda xato so'z, xato yoziq deganga o'xshash narsalar. Uningdan boshqa sizningki turmushingiz o'zingiz bilib bilmay qilayotgan qarorlaringiz. Anan bayib dedik, gapnoz vaqtda sizning butun yoshurun ongdagi narsangizni ifodalaydi. Uningdan boshqa psixologiya tasavvur orqali davolash degan narsa bor. Uningni mushu odamning har bir millatning tasavvuridagi simvollik narsa odamning yoshurun ongdagi narsani ifodalaydi. Demak, mushuni qancha qizib, qancha qo'zg'atgan chaqda. Masalan, biz degan shu bolalikdagi har bir halqiliq paytda odamlarning yoshurun ongiga singdigan nurg'un qarash, nurg'un qilmishlari bo'ladi. Mushular keyingi odamlarning qanday odam bo'lib chiqishiga oid zo'r ta'sir ko'rsatadi. Endi mush narsalar psixologiyada davomli tadqiq qilinyapti. Endi uningdan boshqa, masalan, nima odam? O'simlik simon odam demdik, jurun. Hech qanday sezgi hatto ishkazanning harakatlarini bilmaydi. Bu hamda odamlarning ongsizligi. Odamlarning bütün nemangiz yo'q, tugab ketgan vaqtingiz, uni ong emas deb ayirmaymiz, shundaqmi? Lekin bularning ishga asosan o'simlik simon neyronlar deymiz. Mushlarni kontrol qilib boshqarayotgan vaqt bor. Lekin buning hech qanday ong sezim degan narsa yo'q holat bo'ladi. Demak, mushlarning hammasi biz deyotgan ongning holati. Endi miyada turmushimiz bilan munosabatli bo'lgan azroq uyqu to'g'risida ong holati bo'lg'achqa, uyqu bizning diqqat deganlar ongdagi eng muhim tadqiqot temalari. Uyqu to'g'risida azroq gapirib qo'yaylik. Tush ko'z odam yaxshi uxlamdi, tush ko'miz yaxshi uxlamdi. Sherin tush ko'zi. Qanday tush sherin tush bo'ldi? Ha? Daqiqa sizning ko'z qarshingizga sherin tushni bir anglab qo'ying. Adoq chiqdi. Yaxshi belgilik asos bor. Undaq bo'lsa, mana mavjudligi asta to'lqin, tez to'lqindamda qo'yib bo'lman bu deb odamlarningki mana Mishna uxlash vaqtingiz mishna 5
bölek ayrıldı. Mavu bizimki buna uyqaq vaqtida ne diyem. Anandaki aslasda mavu nem qotamdı buna. Uyqu kirgen vaqtımızda şundaq tez dolqun aslı. Manın şu pastki tushgan vaqti bizning tush ko'rgan vaqtimiz. Tush ko'rib aslayamsangiz eng yaxshi qilgan bo'lsiz. Tush ko'rdingiz, aslayamdingiz. Eng yaxshi. Masalan, bundaq psixologlar bunda tajriba olib qolgan. Sizni uxultib, menga kelgan chaq tush ko'rman degan vaqtingiz bilgil emas, mana dolqun kelgan chaqda o'qitib o'tdi. Ya'ni uxultib, tush ko'rganingizni o'qitib o'tdi. Ashta qilib qolgan uyquni uxuldingiz bo'lmasa, biz tez dolqun, asti dolqun kelgan chaqdalar bütün o'qitib o'tdi sizni. Lekin bir kecha faqat uxlamadi, menlarim taraqshib ketib bordi deb o'ylangan. Shunga odamning eng yaxshi dam oladigan vaqti shu tush ko'rgan vaqti. Endi tush ko'rib aslayamsangiz yaxshi uxlaydi. Ikkinchisi bizning savaqdishimiz degan gap. Tushingiz bak qo'rqinchli, bak tashvishlik singan bo'lsa, u sizning psixikangizda belgilik masala ko'rilgan bo'ladi. Kayfiyat tushining mazmunida bakrak kayfiyatingizga diqqat qiling. Bir qo'g'lab, bir yerlarda yiqilib tushib tush ko'rgan bo'lsangiz, yaxshi taklif qilib beqing kunduz nemas ishlarni qildingiz. Sizdagi tashvishlik, boshqalarga bildirmagan qo'rqinch sizning tushingizni o'zingizni tanishib o'tadi. Muhabbatlashib, bir-biringizni kayinda romantik, shirin tushlarni ko'rib menib ketgan bo'lsangiz, muhabbatlashish ehtiyojingiz qo'zg'alib qolib atrofingizga qiz-o'g'illarga diqqat qilib qo'ying shunaqmi. Bularning hammasi odamlarning mazmunida, odamlarning tushida ifodalanib berdi. Endi masalan yetib uyqu kiramay qolsangiz, bir soatning ichida oyoq-moyoq egilib, kecha necha qitim o'yxansangiz, andan keyin uxlash vaqtingiz qisqa bo'lsa, bo'lib tush ko'rgan vaqtingiz qisqa, ba'zi odamlar 3-4 soat uxlasa shunda yaxshi uxlaydi. Nemish qatsangiz 3-4 soatning ichida ko'p vaqt qana qildi, tush ko'rdigan vaqti uning. Shu vaqt uzun bo'lsa yaxshi uxlagan bo'lsiz, u odamning irsiyat olayligan, uni o'zgartirmaymiz. Keyin hamda doktorlikni bitirsan tadqiq qilib qolsam, az uxlab, yaxshi uxlaydigan bir usul chiqarsam, jiqroq vaqt o'ynab, o'rganish qilib olasizlar. Lekin hozir bu irsiyatdan shu odam bilan odamning o'xshamaydi. Endi mushundaq alaydilik orqali odamlarning tushining sifatli emasligi diagnoz qo'yamiz. Lekin uyqungiz, tushingiz deb, uyqungizning sifati yaxshi bo'lsa, psixikangizning sog'lomligini ifodalab beradi. Psixikaning sog'lom emasligini ifodalaydigan eng oddiy shikifqum bor, birisi diqqat. Bir ish qilman deb diqqat qila olsangiz. Ikkinchisi, uyqungizning sifati yaxshi bo'lsa, siz psixikam sog'lom ekan, ko'p masala yo'q ekan deb qaror qilsangiz xatolashmaysiz. Demak, bu eng holatdagi odamning uyqu holati. Endi men eng holatida odamlarning mengisini mazaraq eskartib qo'yaylik. Mengining keyinda azroq qo'shtil to'g'risida bir narsa bildirmoqchi. Men cho'ng mengining yerim shari. Har biriga xuddi yong'oq o'xshaydi dedik. Yong'oqning har bir yeri odamning har bir yerini boshqaradi. Masalan, men anglash qismini boshqarayotgan, bizningki so'zlash, anglash qismimizni boshqarayotgan har bir o'rin o'xshamaydi. Mushning ichidagi, masalan, shu anglash qismi zaxmga uchirilib tug'ilsa, bolalarningki anglash sezimchanligi yo'q bo'ldi. Hozir taraqqiy qilib qanday qotadi desangiz, masalan, men bizning alayda ma'rifda bir yoshdan burun bayqasangiz, agar bolangizning aql qobiliyati yaxshi bo'lsa, hukumatdan haqsiz 200 ming qo'yliq operatsiya qilib, miyaga men xotinni qistirib qo'ydi. Men undan birini qistirib, tishiga meningizning kaynak chaplab qo'yamda, mushu anglash o'rningizning rolini bajarib o'tadi. Anandagi normal odamlarda qanday qila olasiz, anglay olasiz. Demak, odamning bu nima demoqchi desak, meningning har bir o'rni odamni munosabatli boshqarib o'tadi. Masalan, ko'zingizning roli ming yaxshi bo'lib, mushning bilan munosabatli ko'rish o'rni, bizda vatgan ko'rish o'rni zaxmalansa ko'ramay qolsiz. Jon azodan boshqa bizning eng boshqarib o'tgan o'rin mengida. Unda bo'lsa, bu yerdagi hozir qo'shtil ma'rifi biz endi bo'layotgan bilan chet davlatlarda nihoyat ko'p tadqiq qilinayotgan mazmun. Buning ichida mundaq bo'ldi ekan, odamlarning ona tilining belgilik irsiyat olaylik bo'ldi. Ikki nazariya borda. Mushu o'rinda odamlarning aslidagi ona tilingiz o'ttirg'i markazlashib uchurlar. Keyin o'rgangan ilqi guanshushilqi besib turib o'g'itishda, masalan, burunga o'xshash 3-sinfdan keyin ikkinchi tilni o'rgatsangiz o cho'risida. Endi bu bir xil odamlarningki qo'sh til o'rgangandan keyin tafakkur shakli. Endi ikkinchisi qanday qilsangiz hozirgi tug'ilibla uzoq o'tmayli oildan tortib yasli ma'rifatigacha ikkinchi tilga kirib qadingiz. Uningdan keyin men o'ttirda bizning asldan irsiyat bo'layotgan ana til qismimizda ikkinchi bir xil til o'rinlashdi, shundaqmi? Keyindan anandan keyin o'zingizning ana tilini, ikkinchi tilni o'rgansangiz, uning ichidagi shu biz davatgan qo'shish belgisidagi rasm topolmay qoldim. Shu qo'shilib bir-biriga yana bir xil tafakkur shakli chiqdi. Endi bu ikki xil tadqiqot jarayoni uchun
ikki xilni o'zining nayt muhim ahamiyati bor deb so'zlab o'tdi. Lekin hozir dunyoda o'rin tutib turayotgan qo'sh til tadqiqoti nima bo'lsangiz birinchi xili. Yana eng avval shu asl tilda o'zining til nuqtasidagi ma'vu o'zining ana tilidan anandan keyin ikkinchi til qilsa ko'p tillik bo'lish tafakkurni taraqqiy qildirdi. U mutlaq. Uningda gap yo'q. Lekin zodi qanday qilib ko'p tillik bo'lish masalasi, vaqt masalasi hozirgi tadqiq qilinayotgan nayt muhim mazmun. Şolaşqanda bunun qararı, bunun məzmunlarıdımı? Biz çoxum şu ilmi tədqiqatın nəticəsi asasən ilib bağan çağda. Ayıldımı, məsələn, məktəb bundaq dursa deb oylasanız bulmaydı. Ailə marifi deb bizning mühim bo'lgan bir marif usulumuz var. Endi buningdan siz maktabda boshqarmagan bilan oilada o'zingizning farzandini tarbiyalashni boshqara olasiz. Mushta ahvolasida eng ilmiy bo'lgan bolaning kelgusi taraqqiyotda ahamiyati bo'lgan. Til bilmaslikmi to'g'ri emas, lekin zodi nadan boshlashni cho'qim mengni tadqiqotidagi ilmiy natijalar orqali ilib berish menimcha eng muvofiq deb qaraymiz. Unda bo'lsa 5-si keldikmi? Endi o'zimizning baxt tuyg'usi degan mazmun kelaylar. Undan avval meyda endi kichik sizlarga bir ekranda bir dunxapiyan qo'yib beray. Diqqat ko'ringlar, yana savol so'rayman. Qiz o'zini shunda baxtsiz his qilib 12-qavatni o'zini otdi-da, 11-qavatmi. 10-qavatga kelsa, men ayollar qattiq mushtlashib so'qishibdi. 9-qavatga kelsa, men yigit o'g'irliqchi yig'lab etdi. 8-qavatga men ayol yo'ldoshining boshqa bir ayolda yotganini ko'rib, cho'chib chashlarim chiqib ketibdi. 7-qavatga men ayol rak kasallikka do'rish ketibdi. 6-qavat qo'shnisining xizmat yo'q ekan. Tun kuchli xizmat izlab o'tdi. 5-qavatga men odam bittayki ayollarning ish kiyimini yaxshi ko'rdim. 4-qavatga men mangulik muhabbatlarni so'qishib ayrilamiz deb tayyor bo'lib turibdi. 3-qavatga men odam qachon bolalarim kelib meni yo'qlar deb talmirib turibdi. 2-qavat qizning endi 20 yil to'y qilg'ili 20 yil bo'lgan yo'ldoshi yo'qolib ketibdi. Apla, sakrimisan bo'pti-ekan. Mendimi baxtsiz odam chiqqan to'q deb bo'g'icha vaqt bermay qilib yerga tushib ketib qolibdi. Lekin men 11-qavatlik odamlarni hammasini aplashtirib saqaytib o'tibdim. Bu qiz yerga tushgandan keyin 11-qavatliklar, "Oh, biznimi beklatmanlar ekan. Yerga tashlag'idaklar ekan" deb mana madam ish kiyimdan sevib o'ngishib ketayli debdi. Demak, endi bu hayotni qadrlash to'g'risidagi bir kichik qo'nchoq bilan. Endi biz masalan nurg'un odamlarning nazarida odamning xo'shalligi yoki baxt tuyg'usiga qilgan vaqtimizda birinchi bo'lib turmush yaxshi bo'lsa, chuqur baxtli bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Shunaqa bizning cho'chaklarimizda nurg'un yaxshi cho'chaklar bor, podshohning baxt kiyimi deb. Podshohning hamma narsi bor. Xo'shal bo'lmay, zodi qandaq xo'shal bo'lmiz degan vaqtida vazirlarga eng xo'shal odamning chapinda bir narsasan xo'shal bo'ldi deb birsi ko'rsatgandan keyin butun izlab oxiri xo'shal yatirayotgan dehqondan birning qishig'i basa, shu bir baxt xo'shal ekanda chapindan chiqib berdi, "So'y mening chapinim yo'q, bu chapan tepish uchun tirishyapman" deb o'ziniki xo'shallik baxt tuyg'usining chapan emas, narsa emas, u bir xil tuyg'u ekanligini tushuntirib berdi. Albatta hamda odamlarningki kendi so'zlaymiz moddiy ehtiyoji. Istirib mishadi deb o'tib ketaylik nimani? Mana bu Maslow'ning psixologiyadagi dangliq ehtiyoj qatlami. Biz ehtiyojni moddiy, ma'naviy deb ikkiga ayiramiz-ku. Maslow buni psixologiya nuqtasidan texnik inchik ayirib, odamlarning ehtiyojini bundaq necha darajaga bo'lgan. Eng asosidagisi fiziologik ehtiyoj. Bu qo'saq to'ysa, kiyim butun bo'lsa deganga o'xshash odamlarning yemak-ichmak, jinsiy ehtiyoji deganlarning hammasi fiziologik ehtiyoj. Andan keyin bexatarlik ehtiyoji. Ikkinchi qatlamdagisi bizning biraylik maqsad mollar omonat,
xayr xo'sh deganlarni deyishimiz har qanday odamning urug' tuqqanlarimiz atrofdagi odamlarning bexatar bo'lishini umid qilamiz. Bu ikki qatlamli ehtiyoj odam bilan hayvonga o'rtaq. Hayvonlar qo'sug'im to'ysa ekan bexatar bo'lsam ekan deb o'ylaydi. O'rtaq bo'lgan ehtiyoj. Endi insonlarga xos bo'lgan nima desangiz, ma'nodan bir daraja yuqori bo'lgan tavallik ham muhabbat ehtiyoji. İnsanlar yana atrofimizdagi odamlar bilan ma'lum to'pning ichida a'zo bo'lsam, o'zimning oilam bo'lsa, ma'lum kollektivning adam bo'lsam deb o'ylaymiz. Shuningdek, tavalligimiz iniq bo'lmayotgan vaqtda. Masalan, ba'zida tunugun lanchur basketbol musobaqasida Şinjan komandası bilan Guangdong komandası tushib Jo'yantayda